100 emas 200% uverenish bilan aytaman, O'zbekistonda birinchi marta oluvchiga qulay, sotuvchiga noqulay narxda AUX konserni ko'rsataman. AUX brendini aynan shu modelni 4 million 729 mingdan 7 million 829 ming so'mgacha sotishayotgan ekan. Taxmin qilib turinglar, masalan buni nech pulgacha tushirib qo'ya olaman. Konditsioner 12 talik, DC inverter motor deyshidi, ko'rinishi shunaqa oppoq matviy bo'ladi, o'rnatsanglar skromniy turadi. Даже svet yoqsanglar hech qanaqa отражение ham bermaydi. Ichidagi radiatorlari Golden Fin, trubkalari 100% medniy, nam, даже yomg'irli havolarga ham 100% antikorrozivniy. Yana o'zida встроенный Wi-Fi uchun porti, mirajniy displeyi, samodiagnostika opsiyasigacha bo'ladi. Komplektida drenajniy shlankasi, qalin shunaqa kabeli, medniy trubkasi, dokumenti va yana shunaqa karbon ko'rinishdagi pulti ham bo'ladi. Konditsioner R32 Freon ishlaydi, ekologiyani hamma standartlariga to'g'ri keladi. Agarda masalan shu konditsionerlarni sizlar hech qayerda topolmaydigan narxlarda aytsam, shu videoni hamma tanishlarga ulashib qo'yasizlar. Bilmaydiganlar uchun energiya samaradorligi A klassda, qishi qattiq sovunlarda, yozda jaziramasda hech qanaqa kaprizlarsiz ishlab beradi. Masalanga bu yozda jaziramasda, qishi qahratonida eng ekonomik bo'lgan, eng ko'p foyda beradigan, eng kuchli bo'lgan brendi bor yo'q $289 qilib beraman. Sotuvchilar nomeri, Telegram kanalida kanalga o'tib nomer olib, bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Xullas bunaqa shirindan shakar yarim narxlar faqatgina podpiska bosib qo'yganlarga.